بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Allah subhanahu wa ta'alaga maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bayyina surasi hurmatli jamoat oxirgi oyatlari. Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum sharrul bariyya. Albatta ahli kitoblardan va mushriklardan bo'lgan kofirlar do'zax o'tidadurlar. Fi nari jahannam, jahannam otashida o'tdadurlar. Ulaika hum sharrul bariyya. Ular yaratilgan mahluqlarning ichidagi, jonzotlarning ichidagi eng yomonlaridirlar. Chunki ularda aql bor edi. Ahli kitoblar ham islomga kelishmadi, mushriklar ham islomga kelishmadi. Alloh taolo bergan aql hikmatini ishlatishmadida xolidina fiha abadaga muyassar shunga sazovor bo'lib qolishdi. Shuncha yil yashab, shuncha harakat qilib, payg'ambarimizni tanimasdan, Muhammad alayhissalomga iymon keltirmasdan dunyodan o'tib ketishdi. Xoyrul bariyya emas, sharrul bariyaga aylandi. Ulamolarimiz aytgan ekan, yaratilgan mahluqotlarga nafaqat inson jonzotlar ham keladi degan. Qurt qumursqadan ham bettar, ilon chayandan ham bettar degan ekan olimlarimiz. Innal ladina amanu va aminus solihati ulaika hum xoyrul bariyya. Albatta iymon keltirganlar, solih amal qilganlar, ular yaratilgan mahluqotlarning ichidagi eng afzalidirlar. Mahluqotlarni bilamiz. Odam bilan farishta, shaytonni oladigan bo'lsak, inson o'rtasida. Farishtalar yuqorida, nurdan bo'lgan ular, ularda shahvat yo'q, oshqozon yo'q, yeyish, ichish, oila turuvchilik, boshqa narsa yo'qda. La ya'sunalloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Alloh taolo buyurgan narsaga hech ham osiy bo'lishmaydi. Buyruqlarni bajarishadi barchasini. Yaf'aluna ma yu'marun degani qandaygina buyruq bo'lmasin, o'shani so'zsiz atqaradi deyapti. Bajaradi. Bu farishta. Shaytonchi, shayton yomonlikni hammasini qiladi. Farishta yaxshilikni hammasini qilsa, shayton yomonlikni hammasini qiladi. Insonchi, inson qancha solih, innallazina amanu va aminus solihati. Iymon keltirganda haligi kufr, ahli kitob, mushrik hammasidan chiqdi. Amanu bo'ldi, mo'min bo'ldi. Rasa gunohkor bo'lsa ham. Va amilus solihati bo'lsa, solih amali qanchalik ko'paygan sari farishtaga qarab yaqinlashib ketaveradi. Farishtadan ham o'tib ketadi. Hey desa, shahvatlarini to'xtatgani uchun. Farishtada shahvat yo'q edi. Bir narsalarni xohlab turib qilmaganligi uchun farishta uni xohlamaydi ham, chunki unaqa narsaning o'zi yo'q. Shu o'tib ketib qoladi. Farishtaga qarab ketadi. Tuballashsa, yomonlashsa-chi desa, shaytonga qarab ketadi. Shuning uchun insonning yaxshisi farishtadan zo'r bo'lib ketishi mumkin. Insonni yomoni shaytondan yomon bo'ladi. Shayatinul insi val jin va insondan bo'lgan shaytonlar deyapti Alloh taolo. Jin va insondan bo'lgan shaytonlar. Yomonlikni ko'p qilgan sari o'sha biz bilgan iblis avlodlari bo'lgan shaytondan ham yomon bo'lib ketadi. Yaxshilikni qilsa farishtadan o'tishi mumkin. Nimaga desa, farishtalar nima shahvati yoki boshqa dunyo tirchilik falonchi pistonchi degan narsasi yo'q. Oxirgi oyat karima. Jazaohum inda robbihim. Ularni Robbisining huzuridagi mukofoti qanday bo'ladi? Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ostlaridan tajri min tahtiha al-anhar degan ostlaridan anhorlar oqib turgan. Qur'onda bitta joyida tajri tahtaha al-anhar degan. Oqib turadi, anhor oqib turadi degan osti. Boshqa joylarda min qo'shimcha keladi. Tajri min tahtiha al-anhar. Alloh aytayapti, ularning mukofoti jazaohum inda robbihim. Ertaga Robbisining huzuriga borganda ularning mukofoti jannatu adnin, adn jannati, boqiy doimiy anhorlar tarqaydigan. Tajri min tahtiha al-anhar, ostidan daryolar oqib turadi. Afrikanistlar buni tasavvur qilib tushunadi.
Arablar ham buni tasavvur qilib tushunadi. Biz buni ko'rib tushunamiz. Bizning yurtlarda haligi ostidan daryo oqib turadigan o'rmonlar, bog'lar sal tasavvurimizga keladi-da. Shu dunyoda qancha kamchilik bilan daryo oqib tursa, shunga yozda hammamiz boramiz. Qorako'yga boramiz deydi odamlar. Biz hali bormadik. Qo'shni mamlakat kelib shu yerda bordi. Televizordan ko'rdik. Arslonbobga boramiz deymiz. Daryosi bor. Falonchi joyga boramiz deymiz. Bishkek yo'lda ham dam olib to'xtamoqchi bo'lsa, haligi muzdek suvda, ana Susamir degan yerda bir to'xtaydi. Shuni bir-bir eslab yuradi. Yozda o'rtasida borsang ham qo'ling sovqatib qoladi, tahorat qilsang, suvlari tog'dan tushadi. Bir maqtaymiz-da qisqasi. Shu dunyoni o'zini qancha maqtaymiz. Alloh maqtayapti. Ularning mukofoti Robbilarining huzurida adin jannati. Qanday jannat? Ostidan daryolar oqib turadi. Tugab qolmaydimi? Xolidina fiha abada. Ular u joyda doim qolishadi. Ular u joyda doim qolishadi. Desa Yorqinjon nomli bir masalada aytib beradi. Biroq shuni tafsirlab tursa, bitta odam bu abadiy degani qanaqa ekan, doim qolish qanaqa ekan deb so'rab qolibdi endi. Qanaqa endi doim qolish desa, ey falonchi o'zing qarz bo'lsang deb. To'rtta ering og'rib turgan bo'lsa, o'shuncha muammoing bo'lsa, yoshing bir joyga bo'lsa, ay, voy deb zo'rga eplab ovqat yeb, u yoq bo'lib yursang dunyoda, ertaga o'l desa o'lging kelmayapti debdi. Shuncha muammo ichida o'lging kelmayapti uni dunyoda. Qarzing bor, qiyinchiliging bor, kasalliging bor, muammolaring bor. 95 ga kirgan odamga mikrofon bersangiz, yanagi yil salomon shukrlarga yetadi. Yanagi yil ham yetib olsa, keyingi yil salomon shukrlarga yetadi. Undan keyingi yil davom 105 ga kirgan odam o'lgisi kelmaydi. Qarzi bor, muammosi bor, problemasi bor. O'zi ko'p funksiyalar ishdan chiqqan bo'lsa ham o'lgisi kelmaydi odam. Desa to'g'ri deb, ha jannatda shuncha ne'mat tursa qanday o'ladi odam debdi. Dunyoda shuncha muammomi o'lgin kelmayapti-yu. Qanday qilib endi jannatda shuncha yaxshiliklar bo'lib tursa o'lgin kelmaydi. Mana bu yerda qarasang hurinlar, bu yerda qarasang har xil anhorlar, ustlari, ostilari bo'lib bu yerda oqib, hammasi keling hojam deb turgan bo'lsa qanday u yerda o'lgin keladi? Xolidina fiha abada. Abadiy qoladi. Shu yog'ini o'ylamaylar dedi. Nimaga? Jannatga jannat ahli kirganidan so'ng, do'zaxga do'zax ahli tushganidan so'ng fayunada nido qilinadi. Aytiladiki, bitta qo'yni olib kelib so'yilib, ey ahli jannat ko'rib qo'yinglar. Ey ahli do'zax ko'rib qo'yinglar. Hali o'lgan edilar, o'sha o'lgandagi o'lim shu. U ham bir mahluq ekan o'lim ham. Qo'yga o'xshaydigan. Shu qo'yni so'yib hadisda keladi. Eng oxirgi o'ladigan qo'yni o'zi, ya'ni o'limni o'zi. Ya ahlal jannat, ey jannat ahli, xuludun bila maut deydi. Abadiy qoldinglar, bo'ldi, o'lmaysizlar. Ya ahlan nar, Xudo saqlasin. Ey do'zax ahli, xuludun bila maut. Sizlar ham abadiy qoldinglar, o'lmaysizlar. Musulmonlarda Alloh taolo aytayaptiki, ularning mukofoti tajri min tahtiha al-anharu xolidina fiha abada. Doimiy qoladi. Bir olim odam so'zi bor ekan. Osmon bilan yer o'rtasiga bir qush bittadan don tashlab tursa, to'ldirib qo'yishi mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? Qancha sifra chiqadi? Hech qachon to'lmaydi o'zi. Osmon bilan yerning o'rtasiga bir qush bitta don tashlasa, bir vaqt kelib to'lib qolishi mumkin. Lekin abadiy hayot to'lib qolmaydi degan ekan. Hech tugamaydi. Xudo nasib qilsin. Bu ko'pchilik bilan gaplashmayapmiz, bu dunyoda vaqt bo'lmayapti. Qancha ishlar qilolmayapmiz-ku. Abadiy hayotda shular bitirib tashlaymiz. Sekin bitta qilib. Radiyallohu anhum. Va radu anhu. Zalika liman khashiya robbahu. Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular ham Alloh taolodan rozi bo'lishdi. Zalika liman khashiya robbahu. Bu Robbisidan qo'rqqan insonlar uchun deyapti. Bugungi o'zi jamoatga aytmoqchi bo'layotgan mavzuyimiz bir qismi shu. Alloh taoloning rozi bo'lishligi, Alloh taoloning rozi bo'lish sifati, Alloh taolo bandasidan rozi bo'lishligi, xursand bo'lishligi, qabul qilishligi, g'azab qilishligi, Alloh taoloning shunday ism sifatlari bor. Alloh taolo g'azab qiladi. Alloh taolo rozi bo'ladi. Alloh taolo yaxshi ko'radi. Qur'oni Karimda Alloh taolo mana biz hozir o'qigan oyatda ataylaganda ko'p suralarda oxirida keladi. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallohu anhum va radu anhu. Hammalar arabcha tushunasa tarjima qilmayman. Hozir fajrda oxirini o'qib berdim. Alloh taolo ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki
radiyatan mardiyya. Fadkhuli fi ibadi vadkhuli jannati. Boshqa oyat karimada Alloh subhanahu va taolo oxirida radiyallohu anhum va radu anhu. Bitta emas, Qur'onda bir necha joylarida Alloh rozi bo'ldi, Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi va ular ham Alloh taolodan rozi bo'lishdi degan oyati karima kelyaptiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda Alloh taolo qanday tushuntirsak, oddiygina narsa bilan ham rozi bo'lishi mumkin ekan. Biz oddiy deb o'ylagan narsa bilan rozi bo'ladi. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimda misvak bor? Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrob. Bu sivak deyapti. Misvak deymizmi biz? Misvak. Ali roziyallohu anhu she'r yozgan shu haqida. Misvak matharatun lil fam, og'izni pok tutadi deyapti. Davomi bizning mavzu. Mardatul lirrob, Allohni rozi qiladi deyapti. Shuni misvakni ishlatishlik insonni hadisda og'zini pok tutadi deyapti. O'zi aslida boshqa badanlarimizga ham foydasi ko'p ekan buni. Pochkaga, ononga, mononga, Qirg'iziston pochkada birinchi turadi kasal. Hadis davomida nima deyapti desa, davomida mardatul lirrob. Nima qilsam Alloh taolo rozi bo'ladi degan inson shu misvagini ishlatsa Alloh taolo rozi bo'ladi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, as-siwak matharatun lil fam mardatun lirrob. Sahih hadisda keltirilyaptiki, misvak Alloh taoloni rozi qiladi. Boshqa hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, har kuni qiladigan ishlarimizda Xudoni rozi qilsak bo'ladi degan mavzu. Innalloha la yarda anil abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu alayha aw yashraba shurbata fayahmadahu alayha. Bir odam ovqat yesa, taomlansa, ovqat yegandan keyin alhamdulillah desa, shundan Alloh rozi bo'ladi ekan. Suv ichgandan keyin, choy ichgandan keyin bir shirinlik, suyuqlik ichganidan so'ng alhamdulillah desa Alloh taolo rozi bo'ladi ekan. Ya bizning xalqimizda bir gap bor. Bir shunaqa, endi Alloh rahmatiga olsin, Shayx Alovuddin Mansur rahmatli shu gapni aytgan ekan. Lekin bu haligi nima deydi? Muttafaqun alayh bo'lmagani uchun aytib ko'ramiz. Alloh rozi bo'lsin deyishlik bor, yo'q degan bir masala chiqib qoladi elimiz ichida. Alloh rozi bo'lsin desa bo'lmaydi ekan. Sahoba bo'lib qolishi mumkin bu deydi. Yo, bu sahoba bo'lib qolmaymiz. Lekin Alloh taolo bizdan rozi bo'ladi ekan misvak ishlatsak. Alloh taolo bizdan rozi bo'ladi ekan qachon ovqat yeganimizda alhamdulillah desak. Alloh subhanahu va taolo rozi bo'ladi. Qaysi banda ovqat yeydigan bo'lsa, so'ngra Alloh taologa hamd va sano aytsa, ovqat yoki suv ichadigan, suyuqlik ichadigan bo'lsa-da, Alloh taologa hamd va sano aytadi. Xudoga shukr, Alloh yetkizdi. Shu yetkizgani uchun yeb turibmiz, yetkizgani uchun ichib turibmiz. Nuh alayhissalom aytgan ekan: "Ey Xudo, sen ovqat berding, yedirding. Agar xohlaganingda och qo'yar eding. Sen yedirganing uchun men yedim. Senga shukrlar bo'lsin. Sen menga suyuqlik berding, keyin ichishlikka qudrat berding." Ikki xil masalada bu ham bilamiz a. Bir odam och qoladi ovqat borligidan, bir odam och qoladi ovqat yo'qligidan. Ovqat yo'qligidan och qolish hamma biladi. Yo'q ekan, kambag'al, faqir, miskin yo'q ekan. G'azza, boshqa mana Sudanda Fashir degan yerda katta urush bo'lib ketdi 2-3 kun burun. Alloh hidoyat qilsin. Ovqat borligidan qanday qilib och qoladi desa, boyvachchalar bor, pullari bor, ovqatlari, hamma narsasi bor, yema degan doktor. Yoki yeydigan boshi yo'q, aqli yo'q, besaznaniya. Ovqat bor, och qoldi. Shuni Nuh alayhissalom aytar ekan: "Ey Robbim, ovqat berding va yeyishga ham o'zing tavfiq berding." Hali ishtaha ham ne'matda. Ovqatning mazasi ovqatda emas. Ovqatning mazasi ishtahada. Qachon ishtaha bo'ladi, keyin mazasini bilasiz. Bo'lmasam hamma ovqat bir xil bo'lib turaveradi. Tam sezmayotgan kasallikni o'tib ketgani, Alloh rahmatiga olsin, o'sha kasallikni rahmatiga olib yo'qib ketsin bizdan. Tam sezmay qoldi odamlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning roziligi haqida aytayapmiz jamoatimizga. Min javami du'a'i nabiy sallallohu alayhi vasallam. Allohumma a'udhu bi ridaka min sakhatik. Ey Robbim, men
roziligingni so'rayman, g'azabingdan panoh tilayman der ekan. Biz ham duo qilib turishimiz kerak ekanda. Ey Alloh, mendan rozi bo'l, menga roziligingni ber, menga g'azab qilgan bandalaring safidan qilma, rozi bo'lgan bandalaring safidan qil deyishimiz kerak ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlaridan biridoka min saxotik va bi muafatika min uqubatik. Meni har xil uqubat sinovlar bilan sinama, menga ofiyat ber deyish kerak. O'tgan darsimizda bir aytib berdik. Qorib qolgan bir chol borsa kasallikni ko'tara olmay qiynalib yotibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hal kunta tad'u bi shay, biror narsa deb duo qiluvdingmi? Dedi, ha men duo qiluvdim. Ya Alloh, meni azoblamoqchi bo'lsang, oxiratga qo'ymasdan dunyoda qiynab qo'yor deb duo qiluvdim dedi. Ya unday deb duo qilma dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ofiyat so'ra dedi, dunyoda ham oxiratda ham. Mana bu duoda kelyaptiki, ey Robbim, menga ofiyat ber, menga uqubat qilma. A'udhu bika mink, o'zingdan panoh tilayman. Oyatda duoda la malja minallohi illa ilay. Alloh taolodan Alloh taologa qochiladi. Allohning g'azabidan Allohning rahmatiga qochiladi. Allohning muoqabatidan muofiyatiga qochiladi. Alloh taoloning g'azabidan Alloh taoloning roziligiga qochiladi. O'zingdan o'zingga qochaman, o'zingdan panoh tilayman degan uni qanday ma'nosi bo'ladi desa, Alloh taoloning g'azabidan panoh tilaymiz, rahmatini so'raymiz. Saxatun degani g'azab, rido degani Alloh taoloning rozichiligi. La uhsi sana'an alayk. Ey Robbim, senga hamd va sano aytishni yaxshi bilmayman. Kama asnayta ala nafsik, o'z nafsingga sen sano aytganing kabi. Hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, radhiyallohu anhum va radu anhu degan sharhlayapti hurmatli jamoat. Ana Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala: Inna Alloh tabaraka va taala yaqulu li ahli al-jannati ya ahli al-jannah fayaquluna labbayka robbana. Abu Sa'id Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, Alloh subhanahu va taolo ahli jannatga nido qilib, ey jannat ahli deydi. Hisob kitobdan so'ng, jannatga kirib bitganidan so'ng. Ey jannat ahli, fayaquluna labbayka. Labbay, ey Robbimiz labbay. Nima gap? Nima? Biz tayyor, labbay degan nido keladi jannat ahlidan. Fayaqulu hal radiytum. Alloh taolo so'raydigan, rozimisizlar deb. Haligi o'zi dunyoviy misolda bir usta birodar uyga ishga tushsa, rozimisiz degan yerga tushuntirish uchun 50 mingga kelishib 500 ming uzatib qo'ysangiz, rozi bo'lib bitdi-ku qachonlar. Hamma yerda aytib yuribdi shunaqa zo'r pul olganini. U o'zi qo'qib ishlayotdi, o'laman qolaman deb. Berammi yo'qmi, otib yuborammi, otib qo'yadimi deb turuvdi. 50 ming so'm kelishimni ustini buzib 500 ming berdi. Men misol uchun aytayapman, jannatni biror ne'matga tenglashtirib bo'lmaydi hech qachon. Chunki payg'ambarimiz ham amal bilan jannatga kira olmaydi-da. Jannat buni aqlimiz uchun aytayapman, xolos 50 ming bilan 500 ming kelishtirib olmaylik. Bir chamadon pul berib qo'yibdi, ozgina ish qilgan ekan. Keyin Alloh taolo uni chaqiryapti. Ey jannat ahli deyapti. Desa labbayka robbana va sa'dayka. Labbay, ey Robbimiz deb javob berishyapti jannat ahli. Fayaqulu hal radiytum, rozimisizlar deyapti. Jannatga kirgandan so'ng radiyatan mardiya degani. Radiyallohu anhum va radu anhu degani. Alloh ulardan rozi bo'ldi, ular ham Allohdan rozi bo'ldi deganda hadisi. Fayaquluna, ular aytishadi, va ma lana la narda. Nimaga biz rozi bo'lmaylik? Va qad a'taytana ma lam tu'ta ahadan min xalqik. Hech kimga bermagan narsani bizga bergan bo'lsang, ey Alloh, ya'ni jannat berding bizga deyapti. Hech kim bunaqa ne'matga erishmadi. Biz jannatga kirgan bo'lsak, yana biz nimaga norozi bo'laylik? Biz juda ham rozimiz deydi. Fayaqulu, Alloh taolo aytayapti. Bundan ham afzal bor deyapti. Ana fayaqulu ana utikum afzala min zalik. Bundan ham afzali bor. Shuni berayim deyapti. Jannat ahliga jannat ne'matlarini ichida turganda bundan da afzali bor deyapti Alloh taolo.
Fayaquluna, ular aytishadiki, ya Rob, va ayyu shay'in afdal min zalik. Bundan da afzal nima bo'lishi mumkin? Fayaqululloh, Alloh taolo aytadi: Uhillu alaykum ridwani fala asqatu alaykum ba'dahu abadan. Men sizlardan roziman. Sizlarga roziligimni halol qildim. Men sizlardan rozi bo'ldim. Hech qachon sizlarga g'azab qilmayman dedi. Bo'ldi. Sizlarga g'azab yo'q dedi. Biz ertaman yo bitta kechqurun bitta ish qilib qo'yishimiz mumkin-da, Allohning g'azabini keltirib qo'yadigan. Bugun kechqurunmi? Alloh taolaning g'azabi keladigan ishni qiyomatgacha yashagan hamma qilib qo'yishi mumkin ekan. Qachon Alloh taolo g'azab qilmaydi? Qachonki jannatga kirsa. Jannatga kirishdan oldin keladi, bilasizlar, hadisda. Haligi shafaat hadisi bor. Uzun hadis. Ulul azmga borishadi. Eng buyuk payg'ambarlarga borishadi. Shu payg'ambarlarga borganda hammasi nima deydi? Alloh bugun shunday g'azab qildi, bugungacha ham bunday g'azab qilmagan edi, bugundan keyin ham bunday g'azab qilmaydi. Juda qattiq g'azab qildi deydi. Eng qattiq g'azab Alloh taolaning qiyomatda bo'ladi. Juda qattiq g'azab qiladi. Alloh g'azab qiladigan ishdan xudo saqlasin bizni. Aytayaptiki hadisda, men sizlarga o'zimni roziligimni halol qildim. Ya'ni men sizlardan rozi bo'ldim. Fala asqatu alaykum ba'dahu abada. Bugundan boshlab men sizlarga hech qachon abadiy g'azab qilmayman deyapti. Alloh taolaning g'azabidan to'liq qutulish yo'li jannatga tushish ekan. Jannatga tushgan insonlarga Alloh subhanahu va taolo nima qilmaydi? Umuman g'azab qilmaydi. Rozichilik haqida hadislar o'qib beryapmiz jamoatimizga. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytdilar: Innalloha yarda lakum thalathan va yakrahu lakum thalathan. Alloh taolo sizlar uchun 3 ta narsaga rozi bo'ladi. Ya'ni shu 3 amal borki, shuni qilsanglar Xudo sizlardan rozi bo'ladi. Munofiqning alomati nechta? Ana. Nechta? Munofiqning alomati nechta desa, biz xalq 3 ta deydi. Bu ayni noto'g'ri javob bo'ladi. Hech esdan chiqarmaylar. Munofiqning alomati 3 ta deyishlik bitta hadisga ko'ra to'g'ri bo'ladi, xolos. Aslida munofiqning alomati 20 ga yaqin bo'ladi. Hadisdan ham kuchli oyatlarda kelyaptiki, Alloh taolo bu riyokor bo'ladi, kam zikr qiladi, namozga yalqov bo'ladi bitta oyatda kelgan. Iza qomu ila salati qomu kusala. Shu munofiqlar shular. Yalqov bo'lishadi va ular riyokor bo'lishadi, ular kam zikr qiladi. Munofiqning alomati 20 ga yaqin. Xuddi shuni singari men hozir hadis o'qib beryapman. 3 ta narsa qilsanglar Alloh taolo rozi bo'ladi desa, shu hadisga ko'ra uni tepasida misvak keldi. Uni tepasida boshqa hadis keldi, alohida. Shuning uchun munofiqning alomati nechta desa, ko'p deymiz. Alloh taolo nimalardan rozi bo'ladi desa, ko'p narsalardan rozi bo'ladi. Lekin mana bu hadisga ko'ra Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Alloh taolo sizlar uchun 3 ta narsa qilsanglar Alloh taolo sizlardan rozi bo'ladi. Ammo 3 ta narsa Alloh taologa yoqmaydi deydi. Fayarda lakum. Birinchisi, an ta'buduhu va la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qilinglar. Allohga shirk keltirmanglar. Shirk 2 qism bilamiz. Katta shirk va kichkinasi riyo. Ikkinchisi, va ta'tasimu bihablillahi jami'an. Allohning arqonidan barchangiz jam bo'lib mahkam ushlab, firqa, toifa, jamoatlarga ajrab ketmanglar. Va la tafarraqu, shu uchinchisi. Va yakrahu lakum. Alloh taolo yoqtirmaydigan narsalar. Qiyla va qol. Dedi, aytdi. Eshitdingizmi? Onday bo'pti, monday bo'pti. Hozir oson bo'ldi. Gruppa bo'ldi, telefon bo'ldi, zvonoq bo'ldi deganday. Kasratus sual. Ko'p so'rashlik va izoatul mal, mol mulkini bekordan bekor ishlatishlik. Shunga biz odamlar uy qurish bo'yicha kirib qolsa kerak deb o'ylab qolaman o'zim. Uy quradi odamlar. Remont qiladi uyini. 1, 2, 3 qavat qilib remont qiladi. Shu remont eskirib qolibdi, buzib yana remont qiladi. Uyning tashqarisini remont qiladi. Bir narsa qiladi, uni buzadi, yana bir narsa qiladi, uni buzadi, keyin gilam almashtiradi, keyin parda almashtiradi, keyin shu ko'p remont qilib biz idoatul malga kirib qolamizmi deb o'ylab qolaman. Erkak kishilarimiz ko'p xotin aytgandan keyin shu ish bilan ovora bo'lamiz. Idoatul mal.
Birovning bolasi og'riyotgan desa, marafonga 500 so'm beramiz. Birov jigarni almashtirayotgan, o'layotgan desa, ozroq beramiz. Ko'p beradiganlar ham bor. Lekin mol mulkni devorga juda ko'p sarflab beryapmiz. To'ylarga juda ko'p sarflab beryapmiz. Hali o'tganda ham bir aytib qolinda, ana gruppada ham. To'yxonani archisini almashtirdik, gullar paydo bo'lib qoldi unga. Endi haligi Dubaydagi, Yaponiyada bir tutga o'xshagan yana bir yerda bor, gullar, shu gulni ko'rgani boradi odamlar. Umrada, to'yda endi gul qo'yyapmiz, arka qilib, qizil traplarda bosib, bu bizga yarashadigan narsa emas, o'zini yuradigan odamlar bor, qizil trapda shular yuraversin. O'zini havas ham qilmaymiz, bizga kerak emas u. To'yni bir yoqdan to'xtatsang, boshqa taraf chiqib kelib qolyapti. Uchinchisi, ovqatga ko'p pul ishlatib yuryapmiz. Hech bizni oramizda kambag'al, faqir, miskin odam juda kam. Hozir hammanglarga endi telefon qilib 1000 kerak ekanmi deb palonchi yerga chosam, "Yo'q" deb aytadi. Men domla bo'lsam, e'tiroz aytmabsiz deydi. Devor remontini o'ylarim qilaylik, kerak bo'lsa qilaylik. To'yda isrofgarchilik qilmaylik. O oshxonaga ham kerak bo'lsa boraylik, agar borsak, dasturxonimizni o'rtacharoq qilaylik, hurmatli jamoat. Alloh yomon ko'radi deyapti. Idoatul mal, mol, mulkni bekordan ishlatishni Alloh taolo yomon ko'radi. Oxirgisi mavzuni boshlaganimizdagi hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibrohim dunyodan o'tganlarida, mana hozir sizlarda ya'nilarda bir kishiga telefon qildik, bir shogirdimiz bolasi o'tib qolgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ham farzandi o'tib qolganda yig'laganda Abdurrahmon ibn Avf so'ragan, "Ya Rasululloh, nimaga yig'layapsiz?" dedi. Bu dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, bu ko'z yosh dedi, Alloh taoloning rahmati dedi. Oldin ham aytganmiz, o'lgan joyda yig'layotsa qaytarmaylik borib shuni. Nima yig'layapsan? O'chir ovozingni deyishga biz haqqimiz yo'q. U endi sifatlarini aytmasdan yig'lasa bo'laveradi. Endi nima qilaman desa, "Yo bunday demang" deymiz. Kimlarga tashab ketdingiz desa, "Yo unday demang" deymiz. Ozgina yashaganiga ham yig'layapti. Shunda Abdurrahmon ibn Avf so'radi, "Ey Alloh taoloning elchisi, nima siz o'z yig'layapsiz?" dedi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Bu ko'zimdagi yoshlar Alloh taoloning rahmati. Innal ayna la tadma val qalba yahzan." Albatta ko'zlar yoshlanadi. Qalblarga g'am qayg'u tushadi. Lekin eng muhim joyi wala naqulu illa ma yurdi robbana. Shunday musibat bo'lsa ham Alloh taolo rozi bo'ladigan joydan biz boshqa yoqqa chiqib ketmaymiz deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zi odam musibatda sinaladi-da. Boshqa payt sinalmaydi. Shunday mashina avre bo'lay deganda sinalib qoladi. Uyga o'tib ketib qolsa sinalib qoladi. Og'rib qolsa, yaqin yo'qotib qo'ysa, bankrot bo'lsa, qiyshiq-mishik bir har xil hayotda ishlar bo'lib ketsa, shunda sinaladi. Shu paytda turib berish kerak. Boshqa paytda hamma turaveradi. Jumaga, jamoatga, darsga kelib yuraveramiz. Sinalganda turib berish kerak odam. Ana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, ko'zimdan Allohning rahmat yoshlari chiqyapti. Allohning rahmati bu. Lekin men o'lganidan g'am qayg'uga tushdim. Endi biz sog'inamiz, hamma ishlar bo'ladi. Qanday bo'lsa ham wala naqulu illa ma yurdi robbana. Robbimizni norozi qiladigan narsani aytmaymiz deyapti. Alloh taolo rozi qiladigan so'z doim aytishimiz kerak ekan. Alloh taolo g'azab qiladigan narsalardan uzoq bo'lishimiz kerak.